Yaxshimisiz xo'jayin? Men sizning börkіңіз. Sizning belingizdagi 24 soat aramanmaydigan qon tozlig'ichi. Siz davomliq o'zingizni börkim ajizlab qopti, börkimni quvvatlayman deysiz. Ammo siz meni haqiqiy tushunamsiz. Qimmatli vaqtingizni azroq ajrating, haqiqiy meni tushunib beqing. Men bir jup qo'sh kezak, qo'g'ingizning ost tarafida turman. Cho'ng kichiklikim faqat mushtimingiz kerak keladi. Sol börek sal üstünroq, o'ng börekni jigiringiz qistab turdi. Shunga sal kichikroq. Har 1 minutda biz 1,2 litr qonni suzalaymiz. 4,5 minutda xo'jayinning badanidagi butun qonni bir qatam yuvib tozalab olaymiz. Biz oziqlikni qon tomiriga qaytarib, qon tomiridagi zaharli elementlarni suyuqqa aylantiramiz. Har kuni 1,5 litrlik suyuq miqdori 2 million dona kichik suzgichning ismini qo'shib ishlashining natijasi. Xo'jayin, siz bilamsiz, men avtomatik suv tarkibini tashiyalayman. Siz tuzliq tomoq yeganda men natriyni ko'proq chiqaraman. Hayotdagi elementni natriy deb tarjima qildim, xatolik bo'lsa tuzib qo'ysanglar. Tark ko'proq chiqsa men suv miqdorini tutib turaman. Hatto qonning kislotalik, ishqorlik darajasini ham sizga aniq o'lchamlik taqqonlashtirib bera olaman. Ammo xo'jayin, sizning bir qator odatlaringiz meni qo'rqitdi. Siz suyuqni qissangiz qisilgan suyuqlik mikrob ta'tirga mengib menga hujum qiladi. Necha kola degandek har xil sovuq ichimliklar suzgichning turini to'sib oladi. Uxlamay tuniga vaqtingizda, aroq ichgan vaqtingizda suzgichning kodini chiqishini tezlashtiradi. Odam 40 yoshgacha yegandan tortib har yil 1% börek miqdori chekinishga boshlaydi. Bu chekinish qayta asliga kelmaydi. Shunga xo'jayin, putingiz ishib, qon siygan vaqtingizda andin meni yesangiz gamma. Har kun 8 stakan suv iching. Tuzliq tomoq, xo'go degandek narsalarni mazya. Hojatxonaga berishni qisib keyniga surmang. Mushundoq bo'lganda suvdagi ushirnilgan kalsiy okrat bilan kislotani sirtqa haydab chiqarib o'tkil bo'ldi. Bu börekni tash turib kelishni xo'jayinga elib kelgan azobidan saqlab qoladi. Xo'jayin, mening tinish sharoitda ishlaydigan suzgich bo'lishimga ruxsat bering. Yo'l qo'ying. Men sizga qirg'icha sog'lom amra bo'laman. Yaxshimisiz xo'jayin? Men sizning börkіңіз. Sizning belingizdagi 24 soat aramanmaydigan qon tozlig'ichi. Siz davomliq o'zingizni börkim ajizlab qopti, börkimni quvvatlayman deysiz. Ammo siz meni haqiqiy tushunamsiz. Qimmatli vaqtingizni azroq ajrating, haqiqiy meni tushunib beqing. Men bir jup qo'sh kezak, qo'g'ingizning ost tarafida turman. Cho'ng kichiklikim faqat mushtimingiz kerak keladi. Sol börek sal üstünroq, o'ng börekni jigiringiz qistab turdi. Shunga sal kichikroq.